Yora restoranda siz yeb ko'rishingiz kerak bo'lgan 5 ta taom. Birinchisi roast-beef pizzamiz. Bu pizzamiz buqaning eng yumshoq joyi bonfiledan tayyorlanadi va uni xamiri Italiya retseptlaridan foydalanib tayyorlanganligi uchun yumshoq va qarsildoq. Ikkinchi taomimizning nomi Blue Dutch Chef'i. Bu taomning nomini o'zbek tiliga to'g'ri tarjima qilishga ozgina qiynaldim. Bilganlar kommentda yozib qo'ysin. Sariyog'da qovurilgan bonfile albatta sizlarga manzur bo'ladi. Bismillah. Uchinchi taomimiz bu besh barmoq. Endi besh barmoq yeyish uchun ovora bo'lib nanaga borib o'tirish shart emas. Bu ta'mni yorada his qilishingiz mumkin. To'rtinchisi qovurilgan baqlajon. Usti oltin rang, ichi yumshoqqina qilib qovurilgan bu baqlajonlar sizga albatta o'zgacha kayfiyat beradi. Beshinchisi go'shtli set. Bu setda hamma o'ziga yoqadigan ta'mni topa oladi. Buni podachasi bo'lsa, umuman boshqa mavzu. Men aniq bilaman, bu videoni ko'rganlar orasida biz restoranda mehmon bo'lib ketganlar bor. Aytingchi, sizga qaysi taomimiz yoqadi? Fikrlaringizni izohlarda kutamiz.